mahsulotlarning muhim bir turi bo'lgan qiytiq o'ziga xos alayda ta'mi va yuqori tabiiy ozuqliq qiymat orqali kishilarning yoqtirib iste'mol qilishiga erishib, o'z qiymatini yo'qotmay kelyotidi. Lekin ba'zilar qiytiqning ozuqliq qiymati va uni ilmiy asosda iste'mol qilish jihatlarida to'g'ri ilmiy tunishga ega emas. Qiytiqning tarkibida mo'l oqsil va har xil vitaminlar to'liq bo'lib, yashanganlar, badan quvvat ojizlar va bolalarning iste'mol qilishiga eng mos keladigan tabiiy ozuqliq hisoblanadi. Qiytiqning ozuqliq qiymati yuqori bo'lib qolmasdan, energiya zishtiqimi bir qadar yuqori bo'lib, bir istehkon qiytiq orqali kichik bolalar va quramiga yetmaganlar tiniga ehtiyojli energiyaning 30%ni kapolatga ega qilgandan sirt, ular tinining o'sib yetilishini normal kalsiy va 15% oqsil bilan ta'minlaydi. Qiytiqning tarkibida yana galaktoza bo'lib, u cho'ng miya va nerv sistemasining yetilishida muhim ehtiyojli moddalarning biri bo'lg'achqa, bolalarning o'sib yetilishi bilan zich munosabatlik. Qiytiq tarkibida yetarlik sut kislotasi bakteriyalar bo'lib, kislotalik darajasi muvofiq. Doim iste'mol qilib berganda hazm qilish yo'llaridagi ziyonli bakteriyalarni turmizlab, foydali bakteriyalarni qo'g'dab, kasalliklarga qarshilik kuchini oshirib, uchayning lo'mildash harakatini yaxshilaydi.